Sana faqat sutdan olandingizmi? Faqat sutni o'zidan foydalandim. Boshqa hech narsadan foydalanganim yo'q. Assalomu alaykum. Mana shu jigar seryoz degan kasal bilan kasallandim. Saharim ham bor edi. Keyin mana shu Orifjon otani nimalarini eshitib, tuya sutlarini berishlarini eshitib, ko'rib, telefonda qidirib topib, mana shular bilan muloqot qilyapman. Endi hozir 2 oycha bo'lib qoldi. Mana oyoqlarim, haligi qorinlarim bor joyimda, hamma yog'imda ish bor edi. Mana ishlar qaytdi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bu sutdan men 100% foydalandim. Shunaqa foydasi zo'r bo'ldi menga. Ishlarim qaytib, hamma narsam joy-joyiga kelib, mana endi hozir Matlubaxon oyani oldilariga rahmat degani ham keldim. Davom ettirmaslik to'g'risida yana maslahat oldim. Orifjon otani tuya sutlari menga juda shifobaxsh bo'ldi. Foydalandim shulardan. Katta bularga rahmat. Mana shunchalik tuyalarni boqib, bizga o'xshagan kasallarni tuzatyaptilar. Men tuzaldim hisobi. Mana yura olmasdim, yuryapman. O'tirib turishim qiyin edi. Hozir o'tirib turishim yaxshi. Birovni yordami bilan o'rnimdan turardim. Yo'q, hozir o'zim o'rnimdan turyapman. Ishlar qaytgan. Hamma joyim sog' salomat bo'lib yuryapman. Endi men xursandman bulardan. Haligi bularga o'xshaganlar ko'payaversin. Menga o'xshagan kasallar mana shulardan shifo topsin. Xudoyim hammamizning niyatimiz sog'lik, salomatlik. Men shunaqa menga o'xshab salomat bo'lib, sog' bo'lib kelib rahmatlarni aytib ketishsin hamma. Sana faqat sutdan olandingizmi? Faqat sutni o'zidan foydalandim. Boshqa hech narsadan foydalanganim yo'q. Kuniga qanchadan ichishingiz? Kuniga 1 litr ortiqcharoq ichdim. Har kuni? Har kuni. Ovqat yedingizmi? Ovqat faqat sho'rva ichdim. Haligi quyon go'shtiga sho'rva ichdim. Qolgan ovqatlarni yeganim ham yo'q, ichganim ham yo'q. Faqat mana shu quyon go'shtiga sho'rva ichib, shunchalik